Shuna qarang obunachilar, Urganch dehqon bozori 25-may Taruzlar. Assalomu alaykum, og'a yana bir marta. Harmang endi. Mana. Necha so'mdan bo'ldi? Xudo xolasa 7 ming so'mdan beramiz sirasi. 7 dan. Arzonlashtirdik. Zo'rmi, garantiyami? 100% javob. Kasb qilganisizmi? Shundan yaxshi chiqsa oladilar. Yaxshi chiqsa oladilar. Mazasiz bo'lsa, po'qqa bo'lsa, O'rnidan o'rin beramiz. o'rnidan o'rin. Mabodo aytib ketdim. Mana. Sunna. Kesamizmi? Yo'q, u kesmang, keyin natib bilmaylik. Doğru gelamagan o kesdi. O osta yıkılıp. Buni sen şuncha ko'p bo'lsa-mi? Yıkılgan bitmedi. O'z shirasida yopishtiribdi. Mana. Bu neniki bu? Tarus. Surxondaryo. Surxondaryo'niki. Maşallah. Instagram'ga gösterdim suda qalasam buni. Yüz emas, 150%. 150%. Kelaverasizlar. Yamanchisi Ayting nomerini. 97lik. 648. Mesela bir 50'ni 60'dan alan bo'lsa, ichinden qaysi yaxshi, qaysi yomonligini bilmaydi-ku. Yomon chiqqanini atuvchi video atib göstergina shuni yo'lda cho'lasiz. Aytadi, yamanchisi unini ham belli. Ketdi ana bu narsa. Qo'n, nechadan bo'ldi qo'n? 8dan boshlab 7 beramiz. Buni ham 7 berasiz. Zamchani? Zamchani 15dan beramiz. Zamcha 15. Boshqa hali yana ko'paygan sayti tushaveradi. Yana arzonlaydi kundan kun. Endi Xitoycha kun bu. Ha, bu Xitoymi? Shuni aytaman Xitoy, hozir. Chiqmadi ekan. Qishdan boradi bu kun. Nechadan bu? Buni chilasa qimmatroq 20 dan buni chilasiz. Ey, Endi bular bo'lmaydi. bo'lmaydi. Borda, ha, endi Bular bo'lmaydi bular. Bundan ko'ra yomon eslar, to'g'rimi? Ha, zamcha o'zimiz. O'zlarimiz yangi bozormi? Ha, yangi bozor. Yangi bozor. Boshiga boyqatib maqsaddan emas. Qo'n, zo'rmi qo'n? O'n ham zo'roq, ha? Buni ham tez mesej chiqadi, Haftaya. O'zlarimiz Xorazmniki chiqadi. Xorazm, Qoraqalpog'istonning modasini, qo'llarning modasini biladilar-ku. Savdodan berakalar. Sog' bo'ling. Tamam, yana hamma shu yerda. Xullas, naki turistlar bo'ladigan bo'lsa, Xorazmni Gurvekini, Zamchasini yek ko'rmaguncha menimcha ketmasa kerak. Ayniqsa shu vaqt sezoniga kelsa, qarang, hamma narsa bor. Yana. Obunachilar, yangilik, qo'n taruzlar, zamchalar chiqibdi. Ko'rsatib o'tadilar, yangi bozorni zamchalari. Necha so'mdan dedik aka? Zamchalar 25 dan kilosi. 25 dan. Shuna qarang, musofirdan, uzoq yurtdan kuzatib turgan obunachilarimiz yek ko'rganlarning ta'mini biladi. Nodab maqtan yangi bozorniki obunachilar. Xudo xolasa endi tez kunlarda gurvaklar ham chiqishni boshlaydi, xudo xolasang. 15 kuna gurvak ham chiqadi. Dilni yaradi onang. Malades. Qo'llarni necha so'm dedingiz? Qo'llar bular 9 ming so'mdan Dakara sorti. Surxondaryo'niki. Dostavka shuni yozlab bor. Bor, dastavka ham bor. Hozir kommentariyada yozib beradilar, Rossiya dostavka qilib berasizmi deb. Rossiya atmi? Rossiya. Hay malades. Tarzan necha so'm? Tarozlar 9 ming so'm, 8 ming so'm. 9-8 ang. Tamam. Hop. Nenikida aytsin. To'ychalar bo'lsa 7 dan beriladi, o'qtim bo'lsa. Nomeringizni yetkazib aytib qo'ying YouTube'ga. 91lik 431 18 88. Ha. Chiqaverasizlar bemalol bunacha. Urganch bozorlarida shunaqa yangiliklar yana. Bu yon tarafda qo'yina. Bozorlarda, bu yon tarafda yana. Ha. Qo'n Taruz bozor, pavilyonni tek Qo'n Taruz bozor obunachilar. Sizlar tarafdan chizman bo'lib turibdi. Kommentariyada yozib qoldiring. Albatta o'qiymiz obunachilar. Sog' bo'ling, salomat bo'lingina. Assalomu alaykum, og'a, sog'ligingiz yaxshimi? Savdongiz baraka. Sog' bo'ling. Yana shotlar obunachilar, Urganch dehqon bozoridan shotlar chiqishni boshladi. Mazasini ta'minida nodab baho beramiz, yeb ko'rgansiz, faqat yangilik. Bozorga keling, ustunda yeng, vitamini ega bo'ling dedi-ku. Vitamin xo'rlik qilib ketasiz galasdan. Bahordan chiqdik endi, qishdan chiqdik endi, bahorda, yozda endi hazati vitamin xo'rlik qilamiz endi. Buni kilosi 70 ming so'm ekan, yarim kilosi ishi turishi 35 ming so'm bor ekan. Biz 15 ming so'm ekan qora tuti. Oq tuti 20 dedingizmi? 20 ming so'm shunaqa. Bunatbek Saidovni loppa bilan qo'shishni aytib yuborasizlar. Ay, dostavka bormi? Pulni beradilar, dostavka qilib beradi. Ayting nomeringizni. Erkak kishini ko'rsam bo'laveradi uyga. Bundan boshqa tut bormi? Bundan boshqa. Ha, oxirimi? Ha, yaxshi. Xullas, Urganch bozorida kelaverasizlar. Kunda endi xudo xolasa bir hafta 10 kun davomida shot tutlar bo'ladi, lekin bu oq tutlar уже tom bo'la keldi. Kelib yeb qoling. So'ldan yeb qoling kerak obunachilar. Xullas, sizlar tarafdan chizim kommentariyada yozing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.